Bu narsani bilmasdan turib sport bilan shug'ullanishni boshlamaylik. Bittagina bilaginglarni razmerini bilish orqali genetik tuzilishinglarni aniqlashni o'rgataman. Chunki sportni boshlashinglardan oldin genetik tuzilishinglarni yaxshi bilib olishinglar kerak. Aynan genetik tuzilishlarga qarab dieta va trenovka planlari bir-biridan anchagina farq qiladi. Qo'linglarni xuddi men ko'rsatganimdek qilib ushlab ko'rasizlar va sizlarda ushbu rasmda ko'rsatilgan 3 ta holatdan bittasi bo'ladi. Shu holatinglarni eslab qolinglar. Endi bo'lsa genetikanglarni yaxshilab tushuntirib beraman. Bilagingizni bundoq qilib ushlaganingizda barmoqlaringiz bir-biridan o'tib ketadigan bo'lsa, значит siz ektomorfsiz. Ektomorflar bo'yi baland, yelkasi kichkina, qo'l oyog'i uzun, metabolizm juda ham tez bo'lgani uchun vazn olishga qiynaladigan, oddiy qilib aytganda, ozg'in bolalar. Agar barmog'inglar bir-biriga yetmasa, значит sizlar endomorfsizlar. Endomorflar bo'yi o'rtacha yoki pastroq, qo'l oyoqlari ham o'rtacha yoki qisqa, suyagi yo'g'on, muskul va yog' massasi ko'p, lekin metabolizm sekinligi hisobiga ortiqcha yog' massasini yo'qotishga qiynaladigan to'lachadan kelgan bolalar. Agar barmoqlaringiz ortib yoki yetmay qolmasdan bir-biriga bemalol mos keladigan bo'lsa, значит siz mezomorfsiz. Mezomorflar bo'yi o'rtacha yoki baland, suyak qalinligi, uzunligi, bo'y balandligi, moddalar almashinuvi tezligi o'rtacha bo'lgan, muskul massa olishi va shu bilan birgalikda ortiqcha yog' massasini yo'qotishi juda ham oson bo'lgan, oddiy qilib aytganda bodybuilding va fitness uchun ideal bo'lgan genetika egalaridir. Sizning genetikangiz qanaqa chiqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.